Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch raysentrida 39 kollejning orqasida 3 qavatli toza qurilgan, pishgan kirishdan qurilgan domimizni birinchi qavatında 2 xona 50 kvadratga ega bo'lgan barcha jihozlar bilan sotib qo'yiladi. Birgalikda danışib o'tamiz yurtdoshlar. Oyoq kiyimiz 100% pol. Bu yerimiz zal. Aynalarımız plastik, rishotkalar bor, konditsioner qoladi, divan kreslolar qoladi. Потолкimiz natijnoy. Televizorimiz ham qoladi yurtdoshlar. Prixoj mebel qo'yilgan. Bu yon tarafimiz spalniy. Mebellarimiz qo'yilgan. Bu yanımız sanuzel. Su, gaz, svetlerden mamma yok. Ariston qo'yilgan. Bu yanımız oshxona. Kuxonniy mebelimiz var. Naven, kotel, duh konturniy. Gaz plita, vichishkalarimiz, kuxonniy mebellarimiz bor yurtdoshlar. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak 400 million so'm. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog'lom bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.